Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarga pensiya to'lovlari to'xtatilgani, odamlar orasida pensiya umuman bekor bo'lyaptimi? Hammaning puli ushlab qo'linadimi? Hukumat nima dedi degan savollar ko'paygani bejiz emas. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi nogironlik pensiyasi oluvchi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi bor. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin masalani yashirib ham o'tirmayman. Qaysi holatda pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin? Qaysi holatda odamning o'zi hujjatni yangilamagan bo'ladi? Qaysi holatda bank yoki pensiya jamg'armasi tizimidagi tekshiruv sabab pul kechikadi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida aniq nima qilish kerakligini, qayerga borish, qanday ariza yozish, qanday hujjat tayyorlash kerakligini bosqichma-bosqich beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi va tushuntiruvchi ma'lumotlar sizga ham, yaqinlaringizga ham pulingizni vaqtida olishga yordam beradi. Avval pensiya qanday to'lanardi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyani pochta orqali naqd pul ko'rinishida olardi yoki bank kartasiga tushardi. Odam har oy kutardi, falon sanada pochtachi keladi yoki kartaga pul tushadi. Agar 1-2 kun kechiksa, odatda tizimda uzilish bo'lgandir deb o'ylashardi. Lekin hozir pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat ancha kuchaydi. Davlat organlari o'zaro ma'lumot almashadi. FHDYO ma'lumotlari, migratsiya ma'lumotlari, bankdagi harakatlar. Yashash joyi, nogironlik muddati, ishonchnoma muddati, vafot etganlik qaydlari, qayta hisob-kitoblar hammasi tekshiriladi. Eng asosiy o'zgarish shundan iboratki, hozir pensiya avtomatik to'lanaveradi. Hech kim tekshirmaydi degan davr o'tib bormoqda. Agar tizimda shubhali holat ko'rinsa, masalan, pensioner uzoq vaqt pensiyani olmasa, bank kartasidan hech qanday foydalanmasa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati yakunlangan bo'lsa yoki pensioner xorijda uzoq muddat bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu davlat pensiyani tortib ol degani emas. Ko'p holatda bu vaqtinchalik to'xtatish bo'ladi va odam hujjatini to'g'rilasa, pul qayta tiklanadi. Ayrim holatlarda o'tgan oylar uchun ham hisoblab beriladi. Lekin muammo nimada? Oddiy odamga bu jarayon tushuntirilmasa, u vahimaga tushadi. Pensioner bankka boradi. Bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda hujjatni yangilash kerak deyishadi. Mahallaga boradi. Biz bilmaymiz deyishadi. Natijada odam o'zini sarson his qiladi. Men bugun aynan shu sarsonlikni kamaytirish uchun tushuntiryapman. Birinchi navbatda hamma pensionerlar vahimaga tushmasin. Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, sizda alohida xavotirga asos yo'q. Pensiya tizimi umumiy bekor qilinayotgani yo'q. Gap faqat ayrim holatlarda to'lovni vaqtincha to'xtatish yoki tekshirish haqida ketmoqda. Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Chunki nogironlikning ayrim turlari muddatsiz beriladi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa va tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi 2024 yil dekabrgacha berilgan bo'lsa, 2025 yil yanvar oyida u qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizim pensiyani to'xtatishi mumkin. Bu yerda sabab oddiy. Davlat bu odamning nogironlik maqomi davom etyaptimi yoki yo'qmi degan savolga rasmiy javob kutadi. Agar odam qayta ko'rikdan o'tib, xulosani yangilasa, to'lov tiklanadi. Pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar, masalan, 12 yoshli onaxon uydan chiqa olmaydi. O'g'liga ishonchnoma bergan. O'g'li har oy pensiyani olib kelib beradi. Lekin ishonchnoma muddati 1 yilga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul berishni to'xtatadi. Ayrimlar buni pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiyada emas, ishonchnomada. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa, masala hal bo'ladi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. 3-guruh uzoq muddat chet elda bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner farzandinikiga Rossiyaga, Qozog'istonga yoki Turkiyaga ketgan 6 oy, 8 oy, hatto 1 yil qaytmagan. Pensiya kartaga tushib turgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim tekshiruvlarda shaxsning tirikligi, yashash holati, doimiy manzili, bank kartasidan kim foydalanayotgani bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Agar pensioner o'zi kelib tasdiqlamasa yoki konsullik orqali kerakli hujjatni bermasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin.
Bu ayniqsa pensiyani boshqa qarindoshlar yechib olayotgan holatlarda muammoga aylanadi. 4-guruh pensiya oluvchi vafot etgan, lekin qarindoshlari bank kartasidan pul yechishda davom etgan holatlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi oilalar otamiz vafot etdi, lekin karta bizda, yana 1-2 oy pensiya tushdi. Ishlatib yubordik deb o'ylashi mumkin. Bunday qilish mumkin emas. Vafot etgan kundan keyingi davr uchun ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda bu huquqiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun hukumat va tegishli organlar bunday holatlarni aniqlash uchun ma'lumotlar bazasini solishtiradi. Fadiyoda vafot qayd etilsa, pensiya jamg'armasi bu ma'lumotni oladi va to'lovni to'xtatadi. 5-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bolalar. Masalan, bola 12 yoshga to'ldi, lekin o'qishni kunduzgi shaklda davom ettirsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Biroq buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar talaba ma'lumotnomani vaqtida bermasa, tizim u endi huquqqa ega emas deb ko'rib, to'lovni to'xtatishi mumkin. Keyin talaba universitetdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olib borsa, to'lov qayta tiklanadi. Bu yerda ham odamlar ko'pincha pensiya kesildi deb o'ylaydi. Aslida hujjat yetishmaydi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi Ettimin yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. U 3 oy davomida kartasidan umuman foydalanmagan. Chunki farzandlari uni viloyatdan Toshkentga olib kelib qo'ygan, karta esa uyda qolgan. Tizimda kartada harakat yo'q. Pensioner manzilda ko'rinmayapti. Pochta ham tasdiqlay olmayapti. Natijada to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Otaxon pensiya jamg'armasi bo'limiga ID karta bilan borib, tirikligini va manzilini tasdiqlasa, karta ma'lumotlarini yangilasa, masala odatda yechiladi. Ikkinchi misol, Samarqanddagi onaxon pensiyasini kelini ishonchnoma bilan olardi. Ishonchnoma 2023 yil noyabrda berilgan, 2024 yil noyabrda tugagan. Dekabrda pul berilmagan. Kelin bankka boradi, bank ishonchnoma muddati tugagan deydi. Oila buni pensiya to'xtatildi deb qo'shnilar aytadi, gap kattalashadi. Aslida notarius orqali yangi ishonchnoma rasmiylashtirilsa yoki onaxonning o'zi bankka borib kartani faollashtirsa, to'lov davom etadi. 3-misol, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan. Maktabni tugatgach universitetga kirdi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga olib bormadi. Tizimda u 18 yoshdan oshgan deb ko'rinadi va to'lov to'xtaydi. Talaba menga nohaqlik qilishdi deydi. Lekin u universitetdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan haqida ma'lumotnoma olib borish kerak edi. Ma'lumotnoma topshirilgach, huquqi bo'lsa to'lov tiklanadi. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro qayta tibbiy ko'rikka borishi kerak bo'lgan sanani o'tkazib yubordi. 1 oy o'tdi. Keyingi oy pensiya tushmadi. U darrov davlat pensiyamni kesdi deydi. Aslida hujjat muddati tugagan. Tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta o'tib, nogironlik tasdiqlansa, pensiya jamg'armasiga ma'lumot boradi va to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiyaning kechikishi bilan pensiyaning to'xtatilishi bir xil narsa emas. Ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'ladi. Moliyalashtirish grafigi bo'yicha pul bir necha kun keyin tushadi. Bayram kunlari yoki dam olish kunlari ta'sir qiladi. Masalan, pensiya odatda oyning 5 sanasida tushsa, 5 sana dam olish kuniga to'g'ri kelsa, pul 6 yoki 7 sanada tushishi mumkin. Bunda vahima qilish shart emas. Lekin 15 kun o'tib ham pul tushmasa, albatta aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi bloklangan bo'lishi mumkin. Pensiya karta PIN kodini bir necha marta noto'g'ri tergan, karta muddati tugagan, karta yo'qolgan. Bank xavfsizlik sabab bloklagan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi pulni yuborgan, lekin bankda karta muammosi sabab odam pulni ola olmaydi. Shuning uchun birinchi tekshiradigan joylardan biri bank hisoblanadi. Karta muddati tugaganmi? Hisob faolmi? Plastik kartaga cheklov qo'yilmaganmi? Shuni bilish kerak. 3-nozik shart. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarib olinishi mumkin. Masalan, odam pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatni yashirdi yoki vaqtida xabar bermadi. Nogironlik muddati tugadi, lekin to'lov davom etdi. Bola o'qishdan chetlashtirildi, lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olinaverdi. Pensioner vafot etganidan keyin karta orqali pul yechildi. Keyin davlat organlari buni aniqlasa, ortiqcha to'langan summa deb hisoblab qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu ba'zan 1 million so'm emas.
bir necha oy yig'ilib 5-10 million so'mga ham chiqishi mumkin. 4-chi nozik jihat pensionerning ishga kirishi ham ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Yoshga doir pensiyada hamma holatda ham ishga kirgan odamning pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Ko'p hollarda yoshga doir pensiya ishlayotgan pensionerga ham to'lanadi. Lekin ayrim nafaqa va ustamalar, kompensatsiyalar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq ayrim to'lovlarda shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ishga kirdi, pensiyasi to'xtabdi. Demak, hammada shunday deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir to'lov turi alohida tekshiriladi. 5-chi nozik jihat yashash manzili o'zgarsa xabar berish kerak. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chdi, lekin pensiya hujjatlari eski tumanda turibdi. Bank kartaga tushayotgan bo'lsa ham ayrim rasmiy xabarnomalar eski manzilga ketishi mumkin. Tizimda chalkashlik bo'ladi. Ayniqsa pochta orqali naqd oluvchilarda bu juda muhim, manzil o'zgarsa. Pensiya jamg'armasiga yoki mahalladagi mas'ullarga xabar berish kerak. 6-chi nozik jihat hukumat bayonoti deganda odamlar ko'pincha bitta katta qaror chiqib, hammaning pensiyasi to'xtadi deb tushunadi. Aslida rasmiy tushuntirishlarning mazmuni odatda shundan iborat bo'ladi. Pensiyalar qonunchilikka muvofiq to'lanadi. Noqonuniy yoki asossiz to'lovlarning oldi olinadi. Hujjatlar tekshiriladi, huquqi bor fuqarolarning pensiyasi saqlanadi. Ya'ni davlatning maqsadi huquqi bor pensionerni pulsiz qoldirish emas, balki huquqi bo'lmagan yoki hujjati tasdiqlanmagan to'lovlarni tartibga solishdir. Lekin amaliyotda oddiy odam hujjatni vaqtida yangilamasa, o'sha tartib unga og'riqli ta'sir qiladi. 7-chi nozik jihat agar pensiya to'xtatilgan bo'lsa, odam og'zaki gap bilan cheklanmasligi kerak. Xodim shunday dedi, bank aytdi, mahalla dedi degan gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Siz yozma ariza bering, arizangiz ro'yxatga olingan raqamni so'rang. Javobni yozma yoki elektron shaklda oling. Shunda masala cho'zilsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. Endi eng kerakli qism. Agar pensiyangiz tushmay qolsa yoki yaqinlaringizning pensiyasi to'xtagan bo'lsa, nima qilasiz? Birinchi qadam vahma qilmang va sanani tekshiring. Pensiya odatda qaysi sanada tushardi? Hozir necha kun kechikdi? Agar 2 kun bo'lsa. Ayniqsa dam olish yoki bayram kunlari bo'lsa, bu texnik kechikish bo'lishi mumkin. Lekin 7 kundan oshsa albatta harakat boshlang. Ikkinchi qadam bankni tekshiring. Banka ID karta yoki pasport bilan boring. Pensiya hisobimga pul kelganmi? Karta faolmi? Karta muddati tugamaganmi? Hisobim bloklanmaganmi? deb so'rang. Agar pensiya kelgan, lekin karta muammoli bo'lsa, yangi karta ochasiz yoki blokni yechtirasiz. Agar bank bizga pensiya mablag'i kelmagan desa, demak keyingi qadam pensiya jamg'armasi. 3-qadam tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni. Bank karta rekvizitlari, telefon raqamingiz. Agar ishonchnoma bo'lsa, ishonchnomaning asl nusxasi va nusxasini olib boring. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam og'zaki so'rash bilan cheklanmay, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi pasport ma'lumotlarim shunday, pensiya oluvchiman. Falon oydan boshlab pensiya to'lovi kelmadi. To'lov to'xtatilgan yoki kechiktirilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni va qonuniy asos bo'lsa, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Arizani topshirganda kirim raqamini oling. Bu juda muhim. 5-qadam. Agar sabab hujjat muddati tugagani bo'lsa, darhol yangilang. Ishonchnoma tugagan bo'lsa, notariusga boring. Karta muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ko'rik bo'yicha yo'llanma va xulosani yangilang. Talaba bo'lsa, universitetdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan haqida ma'lumotnoma oling. Manzil o'zgargan bo'lsa, yangi manzil bo'yicha ma'lumotlarni yangilang. 6-qadam. Agar pensioner yura olmasa, uni sarson qilmang. Ba'zi holatlarda vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish, mahalla yoki ijtimoiy xodim yordamida masalani ko'tarish mumkin. Yoshi katta, kasal, nogironligi bor odamni idora olib yurish shart emas. Lekin vakilning hujjati to'g'ri bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati, vakolat doirasi, pasport ma'lumotlari aniq bo'lsin. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga, zarur bo'lsa,
tegishli vazirlik yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Hozir ko'p murojaatlarni elektron portal orqali yuborish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi oyda to'lov to'xtadi, qancha miqdor edi, qaysi bo'limga qachon borgansiz, kim qanday javob bergan, qaysi hujjatlarni topshirgansiz. 8-qadam, har oy hujjatlaringizni nazorat qiling. Ayda karta muddati, bank karta muddati, ishonchnoma muddati, nogironlik xulosasi muddati, talabalik ma'lumotnomasi muddati. Bularni bir daftar yoki telefon eslatmasiga yozib qo'ying. Masalan, onamning ishonchnomasi 2025 yil 22 sentabrda tugaydi deb oldindan belgilab qo'ysangiz, sentabr kelganda muammo chiqmaydi. Ko'pchilik aynan shu e'tiborsizlik sabab bir-ikki oy pulsiz qoladi. 9-qadam, pensiya kartasini begona odamga bermang. Hatto qarindosh bo'lsa ham karta va PIN kodni ehtiyot qiling. Pensionerning roziligisiz pul yechish katta muammo tug'diradi. Agar pensionerning o'zi pul yecha olmasa, rasmiy ishonchnoma qiling. O'zimizning odam-ku degan gap huquqiy tomondan yetarli emas. 10-qadam. Vafot etgan pensioner bo'yicha qonuniy tartibga amal qiling. Agar oilada pensioner vafot etsa, tegishli organlarga xabar beriladi. FSHDYoda vafot qayd etiladi. Dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda so'rash mumkin. Lekin vafotdan keyin kartaga tushgan pensiyani ishlatish to'g'ri emas. Keyin bu summa qaytarilishi talab qilinadi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya hammadan ommaviy ravishda olib qo'yilayotgani yo'q. Lekin hujjat muddati tugagan, ishonchnoma eskirgan, nogironlik xulosasi yangilanmagan, talabalik ma'lumotnomasi berilmagan, bank kartasi bloklangan. Pensioner uzoq muddat ko'rinmagan yoki vafot holati qayd etilgan bo'lsa, pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu holatda eng to'g'ri yo'l sababni yozma aniqlash, hujjatni to'g'rilash va to'lovni tiklashni talab qilish. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq uyda pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshirib chiqing. Bank kartasi muddati tugamaganmi? Ishonchnoma amaldami? Nogironlik hujjati qachongacha? Talaba farzand ma'lumotnoma topshirganmi? Manzil yangilanganmi? Hammasini ko'ring. Shunda ertaga pensiya tushmay qolsa, vahima emas, tayyor reja bilan harakat qilasiz. Agar sizda yoki tanishingizda pensiya to'xtagan, kechikkan yoki qayta tiklangan holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi sabab, qanday hal bo'ldi, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir pensionerni bir necha oy sarson bo'lishdan, bir oilani esa asossiz qarz va ortiqcha tashvishdan saqlab qolishi mumkin.